بسم الله الرحمن الرحيم. ولادة المسيح تتحدى المحسوس المعروفة. مسيح Masihdan maqsad Iso alayhissalom. Iso alayhissalomni Masih deydi. Hop, Masih Iso alayhissalomni tug'ilishligi his qilgan va insonlarda ma'lum bo'lgan narsaga qarshi chiqadi. وكانت ولادة المسيح وحياته ودعوته ومعيشته تحديا لكل ذلك. Va Iso alayhissalomni tug'ilishligi, yashashligi, ya'ni tirikligi, da'vati va yashash tarzi mana shularni barchasiga qarshi chiqadi edi. Tahaddiyan lil mahsusil muqarrari. Qaror topgan, his qilingan narsaga qarshi chiqar edi. Tahaddiyan lil a'rafi sha'iati wal 'adati al muttaba'ati wal qawanin al marsumati. Va keng tarqalgan a'rof degan, ya'ni urf-odatlarga va ergashiladigan odatlarga va chizilgan qonunlarga qarshi chiqar edi. والمثل العليا التي يؤمن بها اليهود والغايات التي يتنافسون فيها ويتقاتلون عليها فولد من طريقة غير مألوفة. Mutul deyapti, endi namunalar deyapti. Ya'ni yahudiylar u bilan unga iymon keltiradigan eng oliy namunalar deyapti. والغايات التي يتنافسون فيها, uni borasida musobaqalashadigan va uni ustida jang qilib urushadigan mana shu maqsadlarni namunasi deyapti-da. Faulida min tariqin g'ayri ma'lufatin. Mana shu namuna noodatiy yo'ldan tug'ildi deyapti. Ya'ni bu yahudiylar to'g'ri buzilib ketgan bo'lishiga qaramasdan ular baribir payg'ambarga iymon keltirishar edi. Ya'ni payg'ambarlikka iymon keltirishar edi, payg'ambar bo'ladi deb bilishar edi. Va o'zi tepada aytganimdek mana shu bilan maqtanishar edi boshqa ummatlarga. Biz ichimizdan payg'ambarlar chiqadi. Va ular mana shu narsada yatanafasuna fiha deyapti-yu, mana shu payg'ambarlikda ular nima musobaqalashishar edi. Ya'ni shu qaniydi meni xonadonimdan payg'ambar chiqsa deb. Hammasi shunaqa umid qilishar edi. Va mana shu payg'ambarlik ustida ular nima boshqalar bilan jang ham qilishar edi. Ya'ni shu darajada ularda Bani Isroil ichida ko'p payg'ambarlik bilan tanilgan bo'lganda, ularning ichidagi eng buyuk namuna deyapti. Val musul degani namuna o'sha payg'ambarlik edi. Mana shu payg'ambarlik deyapti, noodatiy yo'ldan tug'ildi deyapti. Ular payg'ambarni kutishgan edi, keyin nima deydi? Hamma o'zida bo'lishi kutishgan edi, lekin bu payg'ambar noodatiy yo'ldan tug'ildi. Ya'ni otasiz tug'ildi. Va kallama nasa fil mahdi, va beshikdayoq insonlarga gapirdi. Iso alayhisalom bilamizki, beshikda bo'lganda gapirgan insonlarga. Va dasha fi ahdoni ummi faqiratin mutabaddilatin. Va zohida faqir, kambag'al onani qaramog'ida ulg'aydi. Va asha fi jawin mali'in bit-tani wal-qadhi. Va ta'na bilan va haqorat bilan to'la bo'lgan ob-havoda yashadi. Ya'ni hamma unga ta'na qilardi va so'kar edi. Ba'idin an mazahiril azamati wal ghina. Ulug'lik va boylik ko'rinishlaridan uzoqda yashardi. Yujalisul fuqaroa, faqirlar bilan o'tirar edi. Va yuakiluhum, va ular bilan birga ovqatlanar edi. Va yahnu alayhim, va ularga shafqat qilar edi. Va yuwasi du'afa wal ghuraba, va zaiflarga va begonalarga yordam berar edi. Va la yufarriqu bayna faqirin va g'aniyin va hakimin va mahkumin va sharifin va wadi'in. Va u kishi kambag'al bilan boyi o'rtasida, hokim bilan mahkumi o'rtasida, sharafli bilan past insonni o'rtasida ajratmas edi. Ya'ni hammaga birdek muomala qilar edi. Tepada yahudiylar sifatlarini zikr qildi-yu, zaifga kelganda qattiq qo'pol bo'lishar edi. Boy, kuchli insonga kelsa esa nima deydi? Muloyim, shunaqa o'zlaridan past tutishar edi. Iso alayhissalom esa undaqa bo'lmagan. Hammaga bir xil qaragan.